Hammaga assalomu alaykum. Hop, mana makkalarga suvni qo'yib bo'ldik bugun. Makka hammasiga, loviyalarga. Endi mana bir boshdan tushuntirib o'taman. Mana makkalarning holati. Endi xudo xolasa shu tuproq yetilishi bilan nima qilamiz? Traktor yurgizdiramiz. Mana loviyalar. Rasm mevaga kirdi o'zi ham. Yashilligiga yomon maza qilib ularni. Mana makkalar. Makkani endi o'tidan ajratish kerak. O't bosyapti. G'umay. Shu g'umayda qandaydir bir yo'qotadigan dorilari bormi? Kim biladi nomini? O'ta go'zal loviya. Ko'rishingiz mumkin. Qizil loviya. Xudo xolasa 1 oy, 1,5 oyda pishadi. Buni ham ko'rsataman. Qancha don chiqdi, qanaqa bo'ldi. Videoga olib, hammasini joy-joyiga qo'yib ko'rsatib boraman. Kimga qiziq bo'lsa, shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Endi o naryoqdagi loviya ham yaxshi. Bu yoqqa hali yetib boradiganim yo'q. Bugun suv qo'ydik ayga ham. Shu yerdan g'umayni yo'qotish uchun nima qilish kerak? Kim biladi? Bilsa yozsin. Endi to'g'risi men vaqtim yo'q, masalan, bu yerda haydatib nima qilib, tomirlarni bitta-bitta tergani. Qanaqadir bir dorisi bo'lsa aytsanglar, shu topib olib kelib separdim. Keyin buni o'rniga nima eksam bo'ladi endi? Bu lo'yani o'rniga 1,5 oydan keyin loviyani o'rniga nimadir ekishim kerak. Onu ko'rishingiz mumkin.